Mana hurmatli mijozlar, Elyor akamning uyiga keldik. Mana o'rnatgan eshiklarni ko'rib, bir o'zlaringiz baho berasizlar. Qani ketdik. Mana hurmatli mijozlar, o'rnatgan eshiklarimizga o'zlaringiz ko'rib bir baho berasizlar. Akkuratni, chiroyli chiqqan mana. Ichkarilarni bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu ichkari holati. Daburlar bilan adnachkalari bor. O'zlaringiz ko'rib bir baho berasizlar. Hamma narsasi o'ziga yarashgan. Hech joyda kamchiligi yo'q. Mana bu qo'yilgan birinchi eshigimiz, mana ikkinchi eshigimiz. Ichkari tomonlariga ko'rib baho beringizlar o'zlaringiz. Razmeriga keladigan bo'lsak, 1.20 ga, balandligi 2.55, kvadrat metri 1.300.000. Shu eshikimiz shu yerga kelib o'rnash narxi har bir donasiga 4 milliondan kelib tushdi. Xizmat haqqi, o'rnatish oynaklari, zamoklari hammasi akkuratni 4 milliondan kelib tushdi dona bayiga. Xohlagan turda, xohlagan razmerda, siz istagan usulda eshiklarimizni qilib beramiz. Kvadrat metrimiz 900 mingdan 1.5 milliongacha hisoblari bor. Arzon desangiz arzon, qimmat desangiz qimmat. Xohlagan eshiklaringizda, fasonlaringizda razmerda eshiklarni, ramkalarni qilib beramiz. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli obunachilarimiz. Barchalaringizni kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Ro'z oylari bilan barchalaringizga Xudodan kuch-quvvat so'raymiz. Bugungi 10-mart sanasida tug'ilgan barcha yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz, ishlariga omad tilaymiz, xonadonlariga qut baraka tilaymiz. Bugun Xudo xolasa sizlar uchun ajoyib video rolik qilamiz. Ya'ni Samarqand viloyat Pazarg'on tumani Yangiqishloq mahallasiga yetib kelganmiz. Abror akamizni sexlariga yetib kelganmiz do'stlar. Kanalga layklarni bosib qo'llab turasiz. Siz uchun ajoyib video rolik qilamiz. Ya'ni MDF yog'och eshiklarimiz bilan sizlarni bir qator narxlar bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerga o'zimiz ham zakaz berganmiz. Ko'rsatib o'tamiz. Layklar bilan qo'llab turamiz. Sizlar uchun hamisha xizmatda. Assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Hammangizga qutli Ramazonlar bilan tabriklab qolamiz. Biz mana akamiz kelgan ekan, mana eshiklarni reklamasini boshlaymiz endi. Sifatli eshiklarni barini boshlaymiz. Xudo xohlasa, qani ketdik, bu tomondan boshlaymiz. Mana bular krashning eshiklar. Mana bemalol ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Sifatlari yaxshi, 47 razmerga o'tadi. 1.6 lik MDF, nalishkalari bor. Zamoklari toza qimmat original zamoklar. Oshum-oshqlar 4 tadan 3 tadan o'ynaysiz, sizni xohishingizga qarab. Sifatlari a'lo darajada. Bu krashinglarning narxi 1.300.000 dan 1.5 milliongacha bo'ladi. Orqa oldi bir xil qilib beramiz barini. Ha, kvadrat metri 1.300.000 dan 1.5 milliongacha boradi. Sizni xohishingizga qarab, shunga qarab ketaveradi. Tayyor ishlarimiz ham bor, yarim tayyor holatda. Faqat bunga zamok qo'yamiz, oshim-osh qo'yamiz. Egasiga borib o'rnaydi. Joyiga borib o'rnatib beramiz. Xizmatlarimiz bor, Xudo xolasa. Necha razmer bor? 90 ga 2.10, joyi chiqishi 88 ga 2.8 chiqadi. 2.10 ga 90 lik joyga bemalol tushadi, zazorlari bilan bo'ladi bari. Necha pulga chiqadi mana shu zamoklari bilan tayyor holda? 2.300.000, 2.100.000, 2 milliondan o'tib qoladi. Shu turish, ha? Ha, shu turish 2.300.000 gacha boradi. O'rnatish ham ichida. O'rnatish xizmatlari bari ichida. Yana bu yerda yarim tayyor mahsulotlarimiz bor. Mana eshiklarimiz qalinligini bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. 4.6, 4.7 chiqib qoladi. Eshiklarimiz bozornikidan qaraganda ancha sifatli, qalin, mustahkam eshiklar. Mana bu yerda laminat eshiklarimiz bor. Mana xohlasangiz mana bundan qilib beramiz. Bular bunga nisbatan, bu materialga nisbatan bu sal arzonroq chiqib qoladi. Ularning kvadrat metri 900 mingdan boshlanadi. Bu yerda har xil posonlarida bor, rangini tanlasangiz bo'ldi. Shunga qarab xizmatlar bor. Qancha chiqadi? Bular narxi kvadratga 900 mingdan hisoblaganda 2 million, 2 million 100 ming atrofida chiqib qoladi. 1.10 ga 2.20 lik, 2.30 lik joyga. Bemalol shu. Bu ikki tabaqali hisoblanadi. Shuning uchun mana narxi shunga qarab qimmatlar bo'laveradi. Sifati a'lo darajada. Mana bu tomonda eshiklarimiz bor. Bu tomonda krashning eshiklarimiz bor. Xohlasangiz yog'och eshiklarimizni ham qilib beramiz. Xudo xolasa mana yog'och mahsulotlarimizni nimasi taxtasi, materiali shundan ishlatamiz. Orqa tomonda turibdi. Ha, mana bular bor. Qalinligi 5 sm dan o'tadi. Ko'rib olishingiz mumkin. Qalinligi 5 sm dan o'tib qoladi. Eshiklarimiz krashingni
oq kraska sepilgan turetskiy kraskadan. Naturalniy chiroyli chiqqan. Mana zamok joylariga e'tibor bering. Juda sifatli darajada o'yilgan. Defekt qolmaydi. Zamoklari xudo xolasa chiroyli cho'tki zamok bo'ladi. Oshiq-moshlar 4 tadan o'ynaydi. Biri 20 ga, ikki 30 balandligi. Necha bo'ladi? Bular 4 million 100 ming chiqyapti. Tayyor holda. Tayyor holatda xudo xolasa ustanobga borib, egasini egalandi joylariga o'rnaydi. 2 million 400 ming bo'ladi. Bu nalishkalar. Danlishga hamma narsasi bor. Tayyor, ha. Danlishkalar bu tomonda, ko'ring. Mana bular orqa tomonlar daborlar deyiladi. Ustki tomoni, mana bular orqa tomoni hisoblanadi. Danlishkalari mana bunday bo'ladi. Bu hozir yarim tayyor holatda shunday bo'ladi mana. Danlishkalarni bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Mana bular bor, naturalniy, mana ko'zga tashlanib turadi. Malochniy jemshik deydi kraskaning nomini. Bu ham juda sifatli a'lo darajada chiqadi. Teraskalarimiz bor, ramkachalar 2 metrga, balandligi 1.45. Bundan kichkina, bundan katta siz xohlagan razmerda chiqazib, xudo xolos bitkazib beramiz. Naturalniy kraska. Laminat desangiz, buni arzon sifatida laminatlari ham bor. Qora, qizil, krashinli, mebel rang, malochniy deysizmi, mokri rangda deysizmi, xohlagan rangingizda xudo xolasa chiqazib beramiz. Bularni barini. Siz istagan usulda, siz istagan razmerda chiqazib beramiz. Bu yog'ochdan bo'lgan. Ha, bu yog'ochdan bo'lgan. Xohlasa shuni NDF ham bor. NDF ham chiqazib beramiz. Narx qanday bo'ladi? Narxlarniki eshik narxi bilan bir xil. 800 mingdan 500 mingdan boshlanadi. Materialga ketishga qarab, NDF bo'lsa, NDF 500 mingdan boshlanadi. Yog'ochki bo'lsa, yog'ochki 800 mingdan boshlanadi. Mana bular arzonroq varianti. Kraskaga nisbatan arzonroq chiqadi. Mebelni rang, laminat deydi. Sifati kraskali bilan sifati bir xil. Qalinligi hamma tomonlama bir xil buni. Mana Eler akamning o'zi O'zbekiston bo'ylab hamma ustaxonalarni ko'rib chiqdi, oxiri bizlarga tavsiya qildi. Eshiklarni xudo xolasa chiroyli xizmat qiladi. Naturalniy kraska, turetskiy kraska bo'lgan, o'ynaklari ham bo'lachi o'ynaklar. Shu o'ynaklarni ham ko'rsatamiz. Mana zamoklari tilla rang, tilla suv yugurtirilgan chiroyli zamoklar. O'ynagini ko'rsatamiz endi. Mana o'ynaklari ham bir o'zgacha kosonda o'zgacha gul tanlangan. Shu o'ziga yarashib turadigan o'zgacha o'ynaklar, xudo xolasa chiroyli xizmat qiladi. Bularniki 4 millionga o'ynak bilan qo'yib beramiz. 4 millionga narxi chiqdi. Balandligi 2.55, eniga 1.20. Nalishka hamma narsalari bor, xudo xolasa. O'rnatganimizdagi videosini joylaymiz. Bemalol shundan ko'rib olsangiz bo'laveradi. Bu tomonda turibdi. Keyin mana bulari bor. Bularning o'ynasi bir o'zgacha o'ynakda bo'lgan. Hali videosini qo'yamiz buni. O'zgacha tayyorlangan buni o'ynasi, hali kraska yepilmagan bular. Biz o'ynakka ham kraska urib yuborishga harakat qilyapmiz. Bular necha puldan bo'ladi? Bular narxi ham bir xil. 90 ga 220 balandligi, kvadratga 1 million 300 mingdan stoplab olaveramiz. Shu turishlar narxi 2,5 million so'mdan o'tib qoladi. Bu yerda ish faoliyatini olib bormoqdamiz. Samarqand viloyati Pazdarg'om tumani Yangi qishloq mahallasida mana ish faoliyatini olib bormoqdamiz. Bundan tashqari taxta bozorimizda ham bor. Pazdarg'om taxta bozorida 7-6 do'konlarimiz bor. U yerga borib ham o'zgacha ishlarimiz bor bu yerda. Bu yerdagi tayyor ishlarimiz bor hozircha. Zamok joylariga har bir bor e'tibor berasiz, juda akkuratni o'yilgan, defekt qolmaydi. Xohlagan usulda, xohlagan nimangizda chiqarib beradi mana. Mana ko'rib olsangiz bo'laveradi bemalol. Sifati juda a'lo darajada. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Buni xohlagan usulda, xohlagan rangida chiqarib beramiz. Eshikni kraskasiga monand o'zini qo'saniga chiroyli chiqadigan nimada tanlab beramiz. Xohlagan usulda. Bundan da boshqa ranglari bor. Eshikni ko'rinishiga, vidiga, qo'saniga qarab chiqarib beraveramiz. Tanlash ixtiyori o'zingizda. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa o'zimizni uyimizga ham yetib keldik. MDF zakaz qilgan eshiklarimizni o'rnatish jarayonlari bilan ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Bemalol aloqaga chiqaveramiz ekrandan nomerlarga. O'zim ham ko'p joyda ko'rib, ishonchli bo'lgani uchun mana shu akalarimizga o'zim ham zakaz qildim do'stlar. Mana bu nalishkalari bu do'stlar. Mana hurmatli obunachilar,
o'rnatish jarayonlari. Ikkita eshik zakaz qilgandik, xudo xolasa o'rnatyapmiz. Hurmatli obunachilar, mana xudo xolasa akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, qo'llari dard ko'rmasin. Ajoyib chiroyli, o'zimizga yoqadigan fasonda chiroyli qilib o'rnatib ketishdi. Mana zamoklariga ham e'tibor qilamiz do'stlar. Bu tomoniga esa magnit qo'yilgan, yopgan payti o'zi mana eshik o'zi ushlaydi mana. Mana do'stlar. Oynalari ham yaxshi oynalardan qo'yilgan. MDF'da yaxshisi do'stlar. Har xil fasonda bor. Arzon desangiz arzon, qimmat desangiz qimmat. Mana daborlarigacha chiroyli qilib o'zlari qo'yib ketishdi. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Ekrandan nomiyalarga bemalol aloqa qilib ko'ramiz. O'zimga ham yoqqani uchun shu akalarga zakaz berdik do'stlar. Bu ikkinchisi mana. Ikkalasi bir xil. Razmerlarni qaytarib o'tamiz. 1.20 ga 2.55 bo'ldi bu eshigimiz razmeri. Mana ichkari tomoni daborlari bilan chiroyli qilib qo'yib ketishdi. Hammangizga tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Akalarimiz Samarqand viloyati Pazarg'om tumani Juma shahrida, ya'ni Juma Taxta bozorida ham magazinlari bor. Undan tashqari Pazarg'om tumani Qo'shquduq restoranidan Kattaqo'rg'on yo'nalishidan borganda chap tomonga buriladi. Samarqand Juma tomonidan kelishda o'ng tomonga buriladi. Yangi qishloq mahallasida o'zlarining sexlari ham bor do'stlar. Xohlagan ranglarda, xohlagan fasonlarda chiroyli qilib chiqarib berishadi mana. Biz zakaz qilgandik, ajoyib mana chiqarib berishdi. Narxi bonusi 4 milliondan 8 millionga ikkalasi kelib o'rnatildi do'stlar. Barchalarga rahmat deymiz. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etingizlar. Sizlar uchun ajoyib yana videolarimizni davom ettirib boramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.